Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Nissan kompaniyasining Li9 Levis mashinasini obzorini ko'rib chiqamiz. Bu mashina chiqarilganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Fevral oyida taqdimot marosimi bo'ldi. O'zbekistonda birinchilardan kirib kelgan mashinamiz. L9 mashinasini biz obzor qilgan edik kanalimizda. Endi Levis mashinasini L9 mashinasi bilan, ya'ni Ultra Max mashinalari bilan nima farqi bor? Kelinglar, qiziq bo'lsa videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Biz yana bir marta aytib o'tamiz, biz mashina sotmaymiz, shunchaki mashina haqida ma'lumot beramiz. Agar shu mashinani kimdir olmoqchi bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga kirib, bu mashina haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kelinglar, kuzovidan boshlaymiz. Kuzovida ko'rib turganingizdek, oldin L9 mashinamiz demak bitta rangda bo'lardi. Hozir Maybach usulida ikki xil rangda ishlab chiqariladigan bo'ldi. Tepasi boshqa rang, pastki kuzovi boshqa rang. Kuzovda o'zgarishlar bo'lgani, ya'ni uzunligi bo'yicha 5218 mm bo'lgan Max va Ultra Li9 da, bunda bo'lsa 5255 mm, 37 mm ga o'zgargan, 3.7 cm desak ham bo'ladi. Kengligi bo'lsa 1998 edi Li9 da, bunda bo'lsa 2000 mm bo'lgan. Balandligi demak Li9 da 1800 bo'lgan, bunda bo'lsa 1810, ya'ni 10 mm ga baland mashina hisoblanadi. Xo'p, g'ildiraklarning bazasiga keladigan bo'lsa, Li9 da 3105 mm, bunda bo'lsa 3125 mm tashkil qilyapti. G'ildiraklariga keladigan bo'lsa, Li9 da R21 shinalari bilan ishlab chiqarilgan, bunda bo'lsa R22 shinasi bilan ishlab chiqariladi. Lekin ba'zi bir pozitsiyalarida R21 bilan ishlab chiqarilishi ham mumkin ekan. Xo'p, optikasi, farasiga keladigan bo'lsa, Li'ni mashhur qilgan farasi, ya'ni Li9 da farasi bitta svetda yonardi. Bunda bo'lsa 3 xil svetda yonadigan qilib ishlab chiqarilgan. Lekin xitoyliklarga qoyil qolish kerak. Bunaqa mashina robot, g'ildirak ustidagi robot deb atashibdi ruslar. Haqiqatda juda ham nima deydi, kompyuterlashtirilgan, zamonaviy, hattoki AI tizimi bilan birgalikda ishlay oladigan qilib ishlab chiqarilibdi. Xo'p, ot kuchiga keladigan bo'lsa, Li9 Ultra da 449 ta ot kuchi bor edi. Bunda bo'lsa 571 ta ot kuchiga ega bo'lib ishlab chiqarildi. 5.3 soniyada Li9 100 km tezlikka erishardi. Bu bo'lsa 4.9 soniyada tezlikka erishadi. Xo'p, maksimal tezligi Li9 Ultraning maksimal tezligi 180 km/soatiga edi. Eng balandi 180 km/soatiga bo'lsa, bunda bo'lsa 200 km/soatiga tezlik bilan harakatlana oladi. Eng kerakligi, ya'ni bu elektr gibrid bo'lgani uchun juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Li9 Ultrani demak kilovati, batareyaga kilovati 52.3 kilovat bo'lgan. Demak 235 kilometrlar atrofida bo'lgan yurgan, taxminan 200 km. Bunda bo'lsa 72.7 kilovatli batareya sig'imi bilan jihozlangan, 420 kilometrgacha masofa bosishi mumkin ekan. Endi gibrid holatida Li9 1412 km bossa, bu bo'lsa 1650 km masofani bosib o'tadi. Eng katta o'zgarishlardan bu tormoz tizimi hisoblanadi. Tormoz tizimida har bir g'ildiraklar alohida mustaqil boshqariladigan tormoz tizimidan iborat. Bu tormoz tizimini rus tilida duh privodniy deb atalyapti. O'zbekchaga aylantiradigan bo'lsa, ikkita simli yoki ikkita tizimli desa ham bo'ladi. Ya'ni bitta g'ildirakdagi tormoz tizimi mabodoga отказ berib qoladigan bo'lsa, ya'ni ishlamay qoladigan bo'lsa, qolgan 3 ta g'ildiraklar mustaqil ravishda ishlashda davom etadi. Hattoki ma'lumotlarga qaraganda 3 ta g'ildirak ham agar ishlamay qolsa, bitta g'ildirakni tormoz tizimi mustaqil ravishda ishlay oladi va mashinani to'xtatishga qodir. Demak, qo'l bilan ochiladi, lekin avtomatik tarzda yopiladigan qilib ishlab chiqarilgan. Ana shunaqa. Xo'p, dinamikasi haqida gapiradigan bo'lsa, Li9 Ultra avtomobilimizda demak 21 ta dinamika joylashgan edi. Bunda bo'lsa 33 ta, naqd 33 ta dinamikani joylashtirib qo'yishibdi. Eshiklariga ahamiyat beradigan bo'lsak, sun'iy ko'jadan shunaqa yoqimli qilib ishlab chiqarilibdi. Xo'p, bunda demak taxtadan, ya'ni dekorativniy taxta deydi. Shundan mana shunaqa taxta qo'yilgan. Bu yoqda demak torpedkasida ham taxta bor. Eshiklarda demak qo'l bilan ochish uchun maxsus o'zini ruchkasi ham bor. Undan tashqari demak knopkasi ham bor.
Avtomobilning saloni haqida gapiradigan bo'lsak, oldin Li 9 avtomobilda o'zini kichkinagina ekrani bor edi. Bu yerda tablosi, bu tablosidan voz kechilibdi. Hammasi ma'lumotlar mana bu joyda ko'rinadi. Xo'p, rulini ko'tarish, tushirish mumkin har doimgidek. Demak, torpedkasi yana ham chiroyli qilib bezatilgan. Bu ham ikki xil rangda. O'rtada bo'lsa dekorativ taxtadan iborat bo'lgan mana shunaqa dizayn qilingan. Head-up display orqali menimcha hamma ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bor. Ekranimizda demak juda ham tez ishlaydigan bo'lgan 100 barobar kuchaytirilgan chiplar bilan ishlab chiqarilgan. Bu yer demak o'zgarishsiz qolgan zaryadlash moslamasi, demak podstakanligi va bu yerda o'zini bari bor. Barini ichida bo'lsa zaryad olish uchun maxsus yana portlari ham bor. Salonning yuqorisida demak salon yoritgichlari, yana bir marta bossangiz bir tomoni o'chadi, ikkinchisi yonadi. Sensorlik va avariya tugmalari bilan ishlab chiqarilgan. Bu yerda esa Face ID. Ekraniga keladigan bo'lsa, ekranni ikki qismga bo'lsa bo'ladi, ya'ni haydovchi tomon va yo'lovchi tomon uchun alohida ekranlar qilsa bo'ladi. Eng kerakligi rejimlariga keladigan bo'lsa, eko rejim, plavniy rejim bor ekan, standart rejim bor ekan, sport rejimi va maksimalniy tezlikdagi rejim bor ekan. Xo'p, energiyaga keladigan bo'lsa, elektrda 100% yurish mumkin. Demak, benzinda yurish mumkin va gibrid rejimda ham yurish mumkin ekan. Hozir elektrga qo'ysak ham bo'ladi, chunki avtomobil 400 kilometrdan oshiq elektrda yurib beradi. Gibrid rejimda esa 1600 kilometrdan oshiq umumiy masofa bosib o'tishi mumkin. Avtomobilni juda ham funksiyalari ko'p, ya'ni ekran orqali juda ham ko'p funksiyalarni yoqishimiz mumkin bo'ladi, lekin bu O'zbekistondagi birinchi avtomobil bo'lgani uchun hali uni aktivatsiya qilinmagan. Agar aktivatsiya qilinadigan bo'lsa, avtomobil yangi podveskalari orqali sizga zo'r, ajoyib hissiyotlarni his qilishingizga yordam beradi. Avtomobilni o'rindiqlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'rindiqlarda massaj, obogrev, avdo funksiyalari bor. Massaj funksiyasini yoqdim. Ko'rib turganingizdek, massaj funksiyalarini o'zingiz alohida tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni yoki faqatgina orqa qismmi, yoki tag qismmi, yoki umumiy demak hamma yoqni massaj qilish imkoniyati bor. Bu albatta funksiyalarni tanlash orqali yoqish mumkin. Bu yerda yana kuchligi o'rtacha va juda ham qattiq massaj holatiga o'tkazsa ham bo'lar ekan. O'rindiqni tugmalarini alohida o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi yoki mana bu tugmasi orqali avtomatik tarzda demak o'rindiq pasayadi. Agar oyog'i uzun odam bo'lsa, avtomatik tarzda demak rul oldinga chiqadi yoki orqaga kirishi mumkin bo'lar ekan. Ajoyib. Mana hozir o'rindiq ko'tarilyapti, rul esa ichkariga qarab kiryapti. Agar bunisini bosadigan bo'lsak, o'rindiq pastga tushadi, rul esa oldinga qarab chiqishni boshlaydi. Xitoyliklar nima qilib tashyapsizlar? Avtomobilning orqa eshigi avtomatik tarzda ochilmaydi, lekin sizga yarim avtomat tarzda ochilishga yordam beradi. Avtomatik tarzda paroklar ochiladi. Demak, orqa eshikda ikkita tugmasi bor, ichki tomonda va tashqi tomonda. Bu tugmalar orqali siz avtomatik tarzda eshikni yopishingiz mumkin bo'ladi. Orqa o'rindiqlar haqida gapiradigan bo'lsak, orqa o'rindiqlarni siz o'zingizga moslab turib, demak, boshqarishingiz, sozlashingiz mumkin bo'ladi. Yon tomonda ham demak, obogrev, obduv, sideniyani boshqarish, mana shunaqa demak, o'zini funksiyalarini qilishingiz mumkin. Hozir funksiyasini ko'rsataman. Demak, orqa o'rindiqda o'tiradigan odam dam olib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu knopkani, tugmani bosadi va avtomatik tarzda atamankalari chiqadi va avtomatik tarzda oldi qatordagi demak o'rindiq oldinga suriladi. Agar bunda odam o'tiradigan bo'lsa, bu albatta oldiga surilmaydi. Va bu teskarisi aksi yana bitta tugma orqali yana hamma narsani orqaga qaytarish mumkin bo'ladi. Aytgancha, oldi o'rindiqda va orqa o'rindiqda ham eslab qolish funksiyalari mavjud. Orqa o'rindiqning yon tomonlariga keladigan bo'lsak, avtomatik tarzda podlokotniklar, ya'ni qo'l qo'yadigan maxsus o'zini demak mana shu podlokotnikka tushadi. Avtomatik tarzda ko'tarib qo'yish mumkin bo'ladi. Bu ya'ni ruchnoy emas. Shuningdek, avtomobilning yon o'rindiqlarida maxsus
zaryadlash USB-si bor, ya'ni telefonni zaryadlash mumkin va telefonni qo'yadigan o'zini joyi bor. Ekran orqali biz demak dinamikani ovozini boshqarishimiz mumkin bo'ladi va salonni yoritishimiz yoki o'chirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ekranda demak ikkinchi qatorni demak biz abagrev, abduf funksiyalarini yoqishimiz mumkin, konditsionerni boshqarishimiz mumkin bo'ladi yoki uchinchi qatorni demak biz konditsionerni va abagrev, abduf funksiyalarini yoqib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, avtomobilda xolodilnik bor. Bu xolodilnik orqali demak biz ichimliklarni saqlashimiz mumkin bo'ladi. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda ham ko'zgu, ham demak mana shunaqa yoritgichlar bor. Yana bitta narsani ko'rdim. Mana bu tugma orqali ham biz eshiklarni yopishimiz mumkin bo'lar ekan. Eshiklarda shuningdek maxsus tugmalari bor. Bu tugmalar orqali biz 3 ta rejimda quyoshni nurini tushishini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari mana shunaqa maxsus o'zini pardasini ham yopib qo'ysak bo'ladi. Ajoyib. Shuningdek, avtomobilni yuqori qismida panoramali tom va yana qo'shimchasiga mana shunaqa sensorli yoritgichlar qo'yilgan. Shuningdek, Face ID yoki kamera, bu kamera orqali haydovchi orqada o'tirganlarni bemalol tomosha qilib ketishi mumkin bo'ladi oldingi ekranda. Va shuningdek, orqa ekran avtomatik tarzda ochiladi va haydovchi tomonidan yoki mana shu orqada ikkinchi o'rindiqda o'tirganlar orqali demak bu ekranni boshqarish imkoniyati bor. Ekranni maxsus o'zini qo'l harakatlari bilan oldinga va orqaga boshqarish imkoniyati bor. Avtomobilning 3-qatori haqida gapirishdan oldin biz oldingi ikkinchi qatorni o'zimizga sozlab olamiz, ya'ni oldiga qo'yamiz. Bemalol o'tirsa bo'ladigan holatga keltirdik. Endi 3-qatorga o'tgan holatda o'tiramiz. Ya'ni 3-qatordagi odamni oyoqlari tegib qolmaydi. Mana shu narsani ko'rmoqchimiz. Ko'rganingizdek, oldi qatori bilan demak ikkinchi qatorda bir mush darajasida joy qoldirdim. Endi orqa qatorga o'tamiz. Demak, biz ikkinchi qatorni bemalol odam o'tiradigan holatda qoldirdik va 3-qatorga o'tdim. Mani bo'yim 176 va orqa qatorda sidenyaga oyoq uchim tayyor-tegmas turibdi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, orqa qatorda nimalar bor? Podstakannik bor. Shuningdek, men orqa qatorni yana ham orqaroq tushirishim imkoniyatim bor va yotib ketishim mumkin bo'lar ekan. Mana shuni boshqaradigan tugmasi bor. Shuningdek, zaryadka uchun maxsus porti bor va abduf funksiyasi bunda yo'q. Abagrev funksiyasini yoqishimiz mumkin bo'ladigan o'zini maxsus funksiyalari bor. Tepa qismida demak yoritgichlarni yoqib o'chirish, sensorli yoritgich va dinamikasi bor. Mana shunaqa joylashgan. Orqa qatorda mana bu tepa tomoni maxsus materialdan ishlangan, juda ham yumshoq material, yon tomoni esa plastik. Bu yerda esa maxsus materialdan qoplama qilingan. Past tomoni esa plastikdan iborat. Qo'l qo'yadigan joyi maxsus sun'iy koja bilan qoplangan va taxtadan dekorativniy taxtani dizayn qilingan. Oldi qatori bilan ikkinchi qatordagi mana shu avtomobilning mana shu qismi demak tepasi material bilan qoplangan, pastki qismi esa yashil plastmassa, eng tegi bo'lsa qora plastmassa bilan qoplangan. Eshiklarni aytib o'tdik. Demak, sun'iy charm bilan juda ham yumshoqlik bilan qo'lga yoqadigan darajada mayinlik bilan tikilgan. Xo'p, bundan tashqari aksesuar bor. O'rtada demak maxsus aksesuarni sotib olgan holatda siz mana bu yerga demak o'zini maxsus stolini qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu stolni yana ahamiyatli tomoni shundaki, mana bu yerda maxsus o'zini joyi bor, o'rnatasiz. Xolodilnikni ochganingizda stol ham o'zi bilan birgalikda harakatlanadi. Mana shunga ham e'tibor berishgan. Avtomobilning bagaji haqida gaplashamiz. Bu toifadagi avtomobillar uchun bagaji normal kattaligida desa ham bo'ladi. Xo'p, bagajida nimalar bor? Avvalambor bagajida tag qismida ham o'ziga yarasha maxsus o'zini joyi bor. Mana bunaqa narsalarni bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Demak, o'zini maxsus tugmalari bor. Bu tugmalar orqali demak biz 3-qatorni yotqizishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta 3-qatorni yana albatta turg'izishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, 3-qatorni ozgina boshqarishimiz mumkin. Shuningdek, demak, biz avtomobilni pnevmasini pastroq tushirgan holatda yuk ortishimizga yordam beruvchi tugmasi ham bor. Bunda avtomobil pastga ozgina tushadi va biz bemalol yukimizni ortishimiz mumkin bo'ladi. Bu tomonda demak maxsus o'zini
rozetkasi bor va USB uchun mana shunaqa demak portlari ham bor. Avtomatik tarzda ochiladi, avtomatik tarzda yopiladigan maxsus bagaj eshiklari bilan qoplangan. Agar bunda yopilayotganda demak odamni boshi turadigan bo'lsa, u to'xtashi xavfsizlikka e'tiborga olingan. Avtomobil elektrda 400 kilometrdan oshiq yuradi, gibrid holatida bo'lsa 1600 kilometrni masofani bosib o'tadi. 5 ta rejimda ishlarkan, lekin hozir buni tortishiga men hech qanaqa so'zim bilan ta'rif bera olmayman. Gap bo'lishi mumkin emas.